Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan men Uzbek Gaming. Bugungi videoda bo'ldi sizlar bilan birgalikda Schoolboy Runaway o'yinini o'ynab mazza qilib olishga harakat qilamiz. Shu oldingi videoda ham o'ynaganmiz bu o'yinni. Shu bitta obunachim yozibdi. Praktika rejimga qo'yib o'ynaydi. Mana partiyada turibdi, day. Boshladik. Bu joylarni ko'rganmiz. Vay. That's not fair. Now I have to sit and do homework because of that teacher. I need to create a smoke screen. How things like that? Bu kompüter yoqolmayapmiz. Mana shu o'yinni-chi o'ynaydiganlar bormi? Mendan oldin o'ynaganlar. O'ynaganlar shu telefonda o'ynaganlar mendan oldin. Shu nash ulgurni parolni aytib Nomni qilsam chiqmayapti. Andreev 2002. Bo'lmayapti. Ko'rasizlar ochilmayapti. Videolarda ochiladi. Qani otasi ham. If I move while crouching, my parents won't hear. Oldiga. Bo'lmas ekan. Kolbasalarni yesak bo'ladi. How much longer? Kalp bor ekan bu. O'yindan o'zi qochsa bo'lar ekan bu o'yinda. Qochamiz o'yinda. Mana shu bilancha surish kerak. Nima ko'rsa ham. Obunachilar. Shu maylini obunachim etdi-de. Praktika rejimda emasam nima edi? Salonda onasi anaqa hujum qiladigan qilib o'ynardim-da. Endi mayli obunachim etdi, mana shunaqa qilib o'ynayman. Qiziq qolmaydi-da. Tomdan qochishga kerak bo'ladi bu. Chunki anaqa nimalar kerakligini ham yodlab olganman qochish uchun. Tez bizim yoqqa kiramiz. Yo'q. Bu yoqda hech narsa yo'q. Bu yoqda ham yo'q. O, mix bor ekan bu yoqda. Endi mana uchun bundoq qilib olsa bo'lar ekan. Qilib oldi. Bu yoqda hech narsa yo'q bu. Endi mana yoqda go'sht bor. Kolbasalarni yesak bo'lar ekan. Mana yoqdagi bodring pomidorlarni yesak bo'lar ekan. Tarvuzlarni yesak bo'lar ekan. Ko'rdinglar? Tarvuzlarni yeyishim. Topildi. İçinde nima bor? Uxlatadigan dori bizga kerak emas. O'zi hamma taxta topildi bizda. Voy, shoptali, go'shtni sitmaysanmi? Sitishingdan chiqibdi-yu. Sitish kerak edi bu go'sht. Qo'ldanada siydi hozir. Yaxshi ham kam vaqt oladi. 1 soat bo'lsa aniq kutmasdi. Atigi 10 minutdan pishib bo'ladi. Hop, kuchu yedi. Hop. Ma. Bobik. Shalik. Qopag'on desam bo'ladi.
Lekin Andrey qo'ygansin bu tuzikda. Rostdan tuzik bu. Buni ham qo'yamiz. Good job! Yes, you can do it! Sprey topsam bo'ldi o'zi biz qochamiz bu yo'lda. Bucha o'zini reklamasi bor-da, Metel. Bu o'yinni Metel kompaniyasi yaratgan. Yana o'yin o'ylab topaylik deyishgan. Bittasi shu o'yinni o'ylab topishgan. Mana endi tomondoq qilib ochsak bo'ladi. Lekin bizga asalarilarga qarshi sprey kerak. Shu spreyni topish kerak. Ayoda bor. Yo'lda yo'q. Come on! Mana bu kubik rubikka yoqish kerak. O'rtasida oq kerak bizga. Yo'ldan ko'raylikchi, o'rtasida oq bormi ekan? O'rtasida oq hozircha mana. Hop, oq, ko'k, yashil. Oq, ko'k, yashil, oq, ko'k, yashil, oq, ko'k, yashil. Davay. Clancy! Mana. Oq. Ko'k. Yashil. Yana bor topib kelamiz. Yana nima ekan? Good job! Yes, you can do it! Oq, ko'k, yashil, keyin olovrang, oq, olovrang. Mana Some roads. I check. ana olovrangga o'xshab ko'rinadi, u jigar. Endi hop, qayerda edi? Ana o'rtasida oqamadi. Hop, qizil jigarin yashil. Qizil jigarin yashil, qizil jigarin yashil. Qizil jigarin yashil bo'ldi. Svetni nimaga o'chirasan? Mashinasi yo'qmaydi. Voy, batareya bor ekan-ku, qayoqda bo'lmasa. Mashina kaltida anaqa nima? Sprey bo'lsa zo'r bo'ladi. Mashina kaltini ochamiz. Voy, antijir bor ekan. Bizga vashi kerak emas bu antijir. Yana qayoqlarni qarayman. Qayoqda ekan bolalar? Bu o'yinni qochish qiyin ekan. I would show them how it's done. Qayoqda ekan? Oh, terrible. Yaxshilab qaramadim lekin. O lampochka bor ekan bu yerda, mamaxonaning lampochka. Uni bundoq qo'yasizlar-da lampochkani, keyin bitta bossanglar mana yonadi. Yo'zaladi. Voy, zaryadchika ekan-ku. Chiqim, mana bu yerda sprey bo'lsin-da. O, sprey. Bo'ldi, men tomdan qochdim. I'm coming. Bo'ldi, qochamiz.
Qarab turinglar bolalar, fokus ko'rsataman sizlarga. Bu o'yindan qochamiz. Lekin like bosib obuna bo'lishni unutmanglar bolalar. Bo'lmasa men qochishni boshlayman. Ana septik. Endi de ochib qochamiz shu. Shu metelli ham reklama qilaverar ekanda endi. That team is full of idiots. Hop. Mana undoq tushiradi bola. Bo'ldi, men qochdim o'zi. Manda simdan sekin anaqa. Aydan qocha qoli. Mayli, bu yerda qochishimiz demoqchiman, tomdan tushib ketdi. Hozir bola mana qochamiz bu yerda. Aslida bu yerdan yurmanglar, katta xato qilasizlar bo'ldi. Katta xato qilmaysizlar, endi bu yerdan ham qochsa bo'ladi-da. Aslida mana to'g'ri qochish. Mana bu yerdan qochish kerak. Uyliga yumshoq, undoq saqlab qo'y. Endi prosta yurasizlar. Qochdik. Nahotki biz buni qildik bola, vashi. Qochdik. Endi bu gapni tarjima qilib beraman men sizlarga. Mana nima edi? Hozir. Shundoq, hozir bolalar. Mana bolalar. U ancha baland edi, lekin yumshoq pichani uyimni oyoqlarimni sinishidan saqlab qoldi va men muvaffaqiyatli qutulib qoldim va endi men do'stlarim bilan o'ynashim mumkin. Bu yo'llarda tugaydi. Qiyinchilik darajasi amaliyot. Bu yerda tugash vaqti. Keyin qayta urinish, sharh qoldiring, davom etish. Xo'p, shu bilan videomiz tugadi bolalar. Sog' salomat bo'ling va like bosib obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Hammangizga xayr. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.